2025-yil 30-sentyabrda Dashnobod qaymonlarimiz avgust oyida tugadi. Endi Dashnobodni ko'rsatib o'tamiz. Yaqin olib keling kamerani. Do'stlar, mana ona buna bo'lib qora qog'ozga ko'kka qo'yiladi mana. Havo olmaydi. Do'stlar, quvona olsa bu bahorgacha turadigan Dashnobod bo'ladi. Do'stlar, onoriga baho beringlar. Bahorgacha turaveradi. Buni nimasi qalin bo'ladi. Bu qishda yangi yilda yeydigan onor, bahorda ham yuraversa turaveradi. Mana holati. Qizilpo'chashini onor tugadi. Endi bular Dashnobod do'stlar. Dashnobod ko'pchilik biladi. Aka dona qanaqa chiqadiganlarga do'stlar onorga bittadan baho beramiz. Mana onor. Mana mevasi ham aloqaga chiqaveradi. Do'stlar, onor nima deyapti mana? Mana onor. Bahordan bemalol ishlarish mumkin. Onor issiqlik. Mana holatlari kalibrga onor o'ta zo'r bo'lgan mana. Endi ostlarga yorib ko'rsatamiz. Mana o'zi yorilib, tizilib qolgan onor. Ko'rishlaringiz mumkin. Onorni holatiga baho beringlar. Mana bismillahirrohmanirrohim. Eng qiziq suv qanday chiqadiganligi mana do'stlar. Buni suvni ko'ringlar. Mana do'stlar, qoni poyda mehnatlarga like bosib qo'yamiz. Ona ko'chatdan boqiraman deganlarga bitta jo'natib qo'yamiz. Mehnatlarga do'stlar like bosib qo'yamiz.